Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tinglovchilar. Yana siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan sevimli boshlovchingiz Baxt bilan birgasiz. Bugun yana bir bor qalblarga quvonch ulashamiz, samimiy so'zlar ila dillarga yo'l topamiz. Har bir tabrik mehrdan yozilgan bir maktubdir. Har bir tilak qalbdan chiqqan eng pok tuyg'u. Biz bilan birga bo'ling, quvonchlarga sherik bo'ling. Dil so'zlaringiz sizni ilhomga chorlasin. Yaxshi kayfiyat, samimiy lahzalar barchasi siz uchun. Bizdan uzoqlashmang. Hali oldinda eng go'zal tilaklar, eng samimiy tabriklar sizni kutmoqda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshi. Kim bu? Hazratul Hoji bobo siz bo'lasizmi? Hazratkul Hoji bobo siz bo'lasizmi? Kim bu? Men ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan boshlovchi Baxt bo'laman. Otajonim, bugun tavallud ayyomingiz ekan. Sizga doimo sog'lik, salomatlik, qalb xotirjamligi, xonadoningizga fayz va baraka, umr yo'lingizga Allohning rahmati hamroh bo'lishini tilayman. Katta rahmat. Azizsiz otajonim, eng ulug' saodatlardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummati bo'lib yashash baxtiyla 73 yoshni qarshi olayotganingiz chin ma'noda katta ne'matdir otajon. Bu yosh hayotiy tajriba, sabr, duolar va ezguliklar mevasi bo'lgan muborak davrdir. Otajonim, sizdek nuroniy insonlarning duosi, nasihati va borligi farzandlar va yaqinlar uchun katta boylikdir. Ilohim Alloh taolo sizga yana uzoq umr, mustahkam iymon, xotirjam qalb va ikki dunyo saodatini nasib etsin. Har bir bosgan qadamingiz savobga, qilgan duolaringiz ijobatga aylansin ilohim. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdagi iymon, xonadoningizdagi fayz hech qachon kamaymasin. Farzandlaringiz, nevaralaringiz ardohida har doim e'zoz va hurmatda uzoq umr kechirishingizni tilaymiz otajonim. Otajon, aytingchi, taxminlaringiz bormi? Bu samimiyatga to'la qalbdan chiqqan tabrik sizga qaysi yaqin insonlaringiz tomonidan yo'llandi deb o'ylaysiz bizni tabrik loyihamizga? Rahmat. Hammasiga arziysiz. Bizni tabrik loyihamizga kim tomonidan yo'llandi deb o'ylaysiz sizga? Kamol. Qizlaringiz Kamolat. Mashalloh, otajonim topdingiz. Sizni cheksiz mehr bilan yaxshi ko'radigan, duolaringizni umriga suyanch deb biladigan qizingiz Kamol opa, mehribon kuyovingiz Elmurod aka hamda sizni bobojonim deb erkalanib ulg'ayayotgan shirin nevaralaringiz nomidan. To'g'ri. Otajon, qizingiz Kamola va sizning qalbingizni yanada quvontirish niyatida yuraklarining eng chuqur iliq joyidan sizga atab yana bir samimiy tabrik yo'llagan. Uni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum mening aziz, qadrli dadajonim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Allohning cheksiz rahmati ila 73 yoshni qarshi olayotganingiz biz uchun, farzandlaringiz uchun ulkan baxt, shukurdir. Sizning borligingiz xonadonimizning fayzi, duolaringiz esa bizning eng katta boyligimizdir. Dadajonim, men sizni har doim mehribon, oqko'ngil, sabrli va iymonli inson sifatida
ko'rib ulg'ayganman. Sizning hayot yo'lingiz, nasihatingiz va halol mehnatingiz biz uchun eng katta maktab bo'lib qolgan. Har safar duo qilganingizda qalbim taskin topadi. Chunki ota duosi farzand uchun eng ulug' ne'matlardan biri. Ilohim, onam bilan birga uzoq umr ko'ringlar. Doimo bir-biringizga suyanch, yelkadosh va jannat yo'lidagi hamroh bo'lib yuringlar. Sizlarning ahil va mehrli hayotingiz biz farzandlaringiz uchun eng go'zal ibratdir, dadajon. Alloh taolo sizni o'z panohida asrasin. Qalbingizdan xotirjamlikni, yuzingizdan tabassumni hech qachon olmasin. Qadamlaringiz bardavom, ibodatlaringiz qabul, qilgan barcha yaxshiliklaringiz ajru mukofotlariga to'lsin. Sizni haji umra ziyoratingizni yana va yana ado etadigan, Qur'on tilovatlari bilan umrini bezayotgan solih bandalardan qilsin. Dadajonim, Dadajon, siz biz uchun faqat ota emas, balki suyanchiq, duogo'y va xonadonimizning nurisiz. Siz bor ekansiz, qalbimiz xotirjam, farzandlaringiz, nevaralaringiz ardoqida uzoq umr ko'ring. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, dadajonim. Bu hayotda birovdan kam qilmadingiz. Dardim bilib o'z dardingiz bilmadingiz. Bir bora ham yonginamdan jilmadingiz. Baxtimga siz omon bo'ling, dadajonim. Sizlar borki bu hayotda yo'qdir kamim. Sizdan o'zga emasdir meni g'amim. Yoshim o'tib ketayapti borgan sarim. Baxtimizga siz omon bo'ling, dadajonim, deydilar qizingiz. Otajonim, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham qizingiz va kuyovingizga qalbingizning eng chuqur joyidan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz, duolaringiz bormi? Salomat bo'lsin. Sog' bo'lsin. Rahmat. Hammasiga aziz otajonim. Ilohim, siz ham farzandlaringizning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Sizni baxtingizga farzandlaringiz sog'-salomat bo'lsin. Sizni qadrlovchi yaqinlaringiz nomidan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasi jamoa sizga mustahkam sog'lik, xotirjam umr va oilaviy baxt tilab qolamiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing, otajon. Rahmat o'zim. Hammasiga aziz, salomat bo'ling. Rahmat. Davronimni so'ribman dada, rosa qaddim uribman dada, sultonimsiz malika bo'lib davringizda yuribman dada. Davronimni so'ribman dada, rosa qaddim